Siz media marketing sohasida 1,5-2 yildan beri ishlab kelyapsiz. Ko'p loyihalar bilan ishlagansiz, muvaffaqiyatli кейslaringiz bor, ammo yangi olmoqchi bo'lgan klientlaringizga xizmatlaringizni anchadan beri $800,000 atrofida sotyapsiz. Produktingizga qanaqa qiymat qo'shib 1,5-2 ming dollar atrofida sotishni bilmayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Qanday qilib qimmat produkt qilishni tushuntiraman. O'zim haqimda qisqacha ma'lumot. Ismim Usmon, marketing sohasida 5 yillik tajribaga egaman. Hozirda Unique Marketing agentsiyasi asoschisiman. Meni ko'p hamkasblarimiz stomatologlar uchun kuchli voronka qiladigan marketolog sifatida tanishadi. Xo'sh, mavzuni boshlaymiz. O'zi sizni qimmat sota olmasligingizga ikkita narsa to'sqinlik qiladi. Birinchisi, og'riqni yaxshi o'rganib, unga individual yechim bermaysiz. Ikkinchisi, perigorda doim ko'ngil bo'shlik qilib qo'yasiz. Bugun sizlar bilan shu ikki muammoni yengamiz. Bir narsani tushunishinglarni xohlardim. Marketing bozorida kimdir $5,000 sotadi, kimdir $500. Lekin bularni summasini orasidagi farq faqat nollarda emas, berilayotgan qiymatda. Aytaylik, siz $1,000 loyiha olasiz va bu $1,000 ichida 12 ta video reels, professional kamerada olinadi, shaxsiyatingizni ochib beramiz, ekspertligingizni ochib beramiz deyapsiz. Lekin o'zingizdan juda ham yaxshi bilasiz, 12 ta video bilan bu narsani qilish juda ham qiyin. Shaxsiy brend qilib, ekspertni bor bilimini olib chiqish uchun oyiga nechta video qilsangiz ham kam o'zi aslida. Tepadagi taklif ko'p hamkasblarimizning taklifi. Bu yerda natijani ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Bu yerda faqat jarayon sotilyapti. Ya'ni 12 ta video va target qilib beramiz. Bu faqat nima ish qilib berishingizni anglatadi. Siz mijozga raqamlar berishingiz kerak. Aytaylik, men xizmatim $1,000. 3 oylik shartnoma asosida ishlayman. 3 oy ichida 10,000 ta obunachi to'plab beramiz. Agar to'play olmasak, 10,000 ta obunachi yiqqunimizgacha tekinga ishlayveramiz. Lekin hozirgacha hech qaysi loyihamizda tekinga ishlamaganmiz. Undan tashqari sizni xizmatingizga lead generatsiya qilib beramiz. Oyiga 1000 tagacha lead olib kelib bera olamiz. Zaявkalar olib kelib bera olamiz. Faqat bunga sotuv bo'limi kerak. Sizni sotuv bo'limingiz bormi? Mijoz absolutely hozirgi bozorda yo'q degan javobni beradi. Mana shu yerda siz bir pog'ona tepaga ko'tarilasiz. Endi sizga bu narsani to'liq tushuntirish uchun lead generatsiya bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Siz aytaylik, stomatologni shaxsiy brendini yuritasiz. Podpiskasi zo'r, axvatlari zo'r, ammo sotuv yo'q. Shu vaqt ko'pchilik stomatologga lead gen qilib beradi, lekin undan keyingi jarayonda hisobga olishmaydi. Ya'ni sotuv bosqichini. Tasavvur qiling, siz stomatologga lead generatsiya qilib berdingiz. U bilan kim gaplashadi? Stomatolog kunu-tun patsiyenti bo'lsa, assistent sotishni bilmaydi. Mana shu joyda ko'p marketologlar mana zaявka olib kelib beryapman, o'zingiz gaplasha olmayapsiz deb ekspertga to'ngab qo'yadi va suvdan quruq chiqishni xohlashadi. Bunday vaziyatda maksimum yana 2 oy ishlaysiz, praktis keyin уже yo'q bo'lib ketadi. Endi tepada gapirib o'tgan mavzu bo'yicha siz produktingizga sotuvchi bilan ishlashni qo'shishingiz kerak. Sababi sizga loyihani bir marta qimmat sotish emas, u mijoz bilan davomiy ishlash daromad olib keladi. Mijoz siz bilan davomiy ishlash uchun sotuv etapidagi hamma muammolarni hal qilib berishingiz kerak qo'ldan kelgancha. Tepada davom etadigan переговор esinglardami? Siz so'radingiz, sotuv bo'limi bormi deb. Mijoz yo'q dedi. Endi shu yerda mijozni ogohlantirish kerak. Biz siz bilan ishlashimiz qiyin, chunki lead generatsiya bunaqa bosqichda ishlaydi deb men sizlarga tepada tushuntirib berganimdek mijozga tushuntirishinglar kerak. Ya'ni ogohlantirishinglar kerak, sizlarda sotuv bo'limi yo'q bo'lsa, уже natija qilishimiz qiyin deb. Endi bundan kelib chiqib bilsangiz bo'ladi, sizni produktingizga bitta sotuvchi topish va uni ozginagina nazorat qilish xizmatini qo'shish kerak. Endi siz xuddi shu tempda yana proyektlarda nima muammo bor va nima muammoni siz hal qila olasiz. Xuddi shu narsani yozma ravishda produktingizga qo'shishingiz kerak. Men stomatologlarda sotuvchi etapda og'rig'i borligini tajribamdan kelib chiqib bilaman. Siz klientdan birma-bir so'rashingiz kerak va shu og'rig'iga mos individual taklif berishingiz kerak. Men prosta sotuvchini stomatologlar bilan ko'p ishlaganimiz uchun misol tariqasida tushuntirib berdim. Bizda переговор bosqichi 3 ta etapdan iborat bo'ladi maksimum. O'zimning misolimdan kelib tushuntirib beraman. Birinchisi og'riqni o'rganish. Ya'ni biz o'sha mijoz kelganda, переговор kelganda prosta o'zi nima xizmat sotsak hammaga o'sha narsani sotmaymiz. Hammasiga individual yechim berish uchun, hammasiga individual narx bo'lish uchun birinchi og'rig'ini so'raymiz. Ya'ni sizni nima og'riqlaringiz bor, nimaga sotuv bo'lmagan, oldin kim bilan ishlagansiz, nima yoqqan, nima yoqmagan, hamma narsasini bilib turib, unga mos taklif tayyorlaymiz. Ya'ni taklif tayyorlashdan oldin biz mijozni yaxshilab o'rganib olamiz. Ikkinchi bosqich bizda o'sha sotuv taklifini yaratish bo'ladi, ya'ni marketing plan qilish. Uchinchisi sotuv bo'ladi. Keling endi ikkinchi bosqichni ham tushuntirib beraman. Mana shu ikkinchi bosqich sizni klient bilan ishlash yoki ishlamasligingizni hal qilib beradi. Biz qanday real misolda ko'rsatib beraman, qanday qilib ikkinchi bosqichda mijozlarimizga ko'rsatib beramiz. Misol uchun mana Zokir Sayfovni ko'rsatib beraman. Hop, mana bu yoqda biz birinchi o'rinda mijozimizga maqsadini aniqlab olamiz. Ya'ni bu birinchi taklif emasda ikkinchi taklifi, ikkinchi oylik taklifi, lekin maqsadlar o'zgarmagan ko'pi. Hop, bu yoqda
Bizni Zokir Saif proyektimizni maqsadi Zokir Saifni 2026-yil ichida 100 mingta obunachiga erishish, Smile Design bilan integratsiya qilish qilib olganmiz. Ko'proq trafik olib kirish uchun rubrikalarga yangicha rubrikalar qilganmiz kontentlarda. Bu rubrikalarda ham mana ketma-ketligini yozib chiqaman. Qanaqa rubrika ishlatamiz, uni rubrikasida misollar keltirganmiz, hamma narsasini podrobniy yozib olamiz. Ya'ni siz loyihani sotishdan oldin u kelajakda ko'ra olishi kerak. Ya'ni ish boshlaganimizdan keyin qanaqa videolar qila olamiz, qanaqa rubrika chiqadi, nima qiladi, hamma narsani podrobniy ko'rsatib olishimiz kerak. Xo'p, bu yoqda ikkinchi maqsadimiz ham bor. Sotuvni stabillashtirish, ya'ni sotuv kanallarini ko'paytirish. Faqatgina Instagram, Facebook, TikTokdan foydalanardik. Endi ikkinchi bosqich YouTube ga kirish, blogerlar bilan ishlash. Shu narsalarni yo'lga qo'yamiz. Endi bu yoqda biz hamma narsasini yozib qo'yganmiz. Kim, qanaqa avtovoronka qilinadi, nima qilinadi, hamma narsasi. Endi bu yoqda voronkani vizuali bor bizda. Biz o'sha sotuv voronkasini mijoz tushunmasa ham, bo'ldi tushunmaydi mijoz, короче, target deb o'ylab demaymizda, podrobniy yaramasdan tushuntirib beramiz. Bu yoqda mana voronkalar qilib qo'yganmiz. 3 ta voronka bor. Bu yoqda Instagram. Bu yoqda Instagram uchun Castev qilamiz. Castevdan keyin bunaqa natijalar chiqadi. Bu natijalardan keyin hamma etapini yozganmiz bu yoqda. Undan keyin blogerlar bilan ishlash. Bloger bilan misol kimni tavsiya qilasiz? Jahonov yoki Inamarka Haydani yozib qo'yganman bu yoqda. YouTube bilan 1 yilda 12 ta video qilinadi. 8 ta implantga, 4 ta vinirga. Bu umumiy 1 yil ichida YouTube videoga video qilsak nima bo'ladi? Ularni ham yozib qo'yganman. Va bu yoqda undan keyin o'sha hozir tepada aytib o'tgan voronkani misol tariqasida qanaqa mavzular olib chiqamiz hozir vinirga, implantga hamma narsasini yozib ketganman. Hop, undan keyingi bosqich bu yoqda qiymatli marketing, ya'ni Smile Design va Zokir Saifni level up qilish maqsadida tuzilgan marketing tahlili. Toshkent bozorini tahlil qilamiz. Har 3-6 oyda biz 4P qilamiz deganmiz. Ya'ni mana biz faqat video voronka qilib beramiz emasda, o'sha marketing xizmatimiz ichida yana nimalar bor, ularni ham tuzib ketyapmiz. Ya'ni bu yoqda aytyapmiz, biz har 3-6 oyda marketing bozor tahlilini qilib beramiz. Ya'ni 4P by SWOT qilib beramiz. Bu yoqda nimalarni ko'rasiz? Birinchisi, raqobatchilarni boshqa klinikalarda, ya'ni nima xizmat ko'rsatadi, qanaqa uslugalardan foydalanadi, narxi qancha. Undan keyin o'sha promotionga ijtimoiy tarmoqlarda nima chiqaryapti, joylari qayerda joylashgan, ichkaridagi sharoitlar, mijozlari davolaymi, davolanmasmi, hamma narsasini bilib olamiz va bularni ham bu xizmatimiz ichiga kirgizganmiz. Xo'p, undan keyin bu yoqda mana marketing xizmati deganimizda Zokir Saifni nimalar qilib beramiz o'zi keyingi 6 oyda. 100K qilib beramiz, Instagram, Facebook'ini, TikTok'ini olib 1 yil ichida YouTube'da 10K bo'lamiz deganmiz. Sotuvni stabilllashtiramiz. 2026-yilda umumiy o'sha 1000 ta implant sotishga maqsad qo'yganmiz. Smile Design brend, ya'ni klinikasi bo'yicha Zokir aka bilan integratsiya qilishimiz kerak. Ya'ni Zokir akani o'sha klinika rahbari sifatida olib chiqib berishimiz kerak. Xuddi shuni reja qilganmiz. Endi mana bu yoqda ko'rsanglar, biz yozib qo'yganmiz. Bu xizmatimiz ichiga nimalar kiradi? Ya'ni bu yoqda full marketing strategiya, production bor, 12 ta reels, 2 ta YouTube, target video, targeting ya'ni voronkalari, undan keyin dizayner bor, blogger bor, nima ish qilishlarigacha yozganmiz. Sotuv nazorati, hamma narsasini qilib berganmiz. Xuddi shunaqa shaklda ikkinchi bosqichda sizlar mijoz bilan ko'rishdan oldin tayyorlab olishingiz kerak. Chunki mijoz bilishi kerak, o'sha ish boshlangandan keyin nima qilishadi bo'ladi degan savol bo'lmasligi uchun hamma narsani podrobniy qilib olishingiz kerak. Mana prezentatsiya qilishni o'rgatdim. Ya'ni biz o'sha Xmind da qilamiz. Endi siz ham qilishingiz kerak. Faqat oxirida o'sha oxirgi hamma qiymatni berib bo'lganingizdan keyin обязательно naqd qo'yib ketishingiz kerak. Endi ikkinchi bosqichda ko'p mijozlar emotsiyaga beriladi. Ya'ni biz ko'rsatgan narsalar, "Da boshlaylik, summani olib keldim o'zi, da qo'yaylik" deb turib pulni oldimizga qo'yadi. Lekin o'sha payt shoshmaslik kerak, chunki men tajribamdan kelib chiqib aytyapman. U yerda hamma mijoz emotsiyada bo'ladi. Rezki pulini olib qo'ysangiz, ertaga 2-3 kundan keyin o'sha fikri o'zgarib qolishi mumkin. Bu narsalar bizda ko'proq ayol proyektlarimizda bo'lgan. Shuning uchun agar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, bu joyda to'xtab bitta o'ylanib ko'ring, ertaga men shartnoma bilan kelaman, o'shani ham bitta bir og'iz gaplashib, shartnoma belgilaymiz deyish kerak. Lekin shunaqa paytda erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, erkak kishi 100% bo'ldi o'ylab ko'raman deydi. Lekin bo'ldi davay boshlaymiz deb qoladigan bo'lsa, erkak kishidan bemalol pul olsangiz bo'ladi. Chunki ular o'zi uzoqda o'ylaydi, erkak kishini miyasi sal boshqacharoq ishlaydi baribir. Xo'p, ikkinchi bosqich bo'yicha to'liq ma'lumot berdim. Endi uchinchi bosqich bu sotuv. Bu bosqichni to'g'ri qilish orqali siz mijozingiz bilan yillar davomida o'sha bardavom ishlab kelasiz. Ya'ni LTV sizda 2 oy bo'lmaydi-da, 1 yil, 1,5 yil bo'lishiga olib keladi. Bu bosqichda to'g'ri qilish orqali siz mijozingiz bilan yillar davomida ishlashingiz mumkin. Yokida bitta arzimagan xatoda deb 2 oydan keyin yuz ko'rmas bo'lib ketasiz. Bu majburiyatlari kelishib olish. Ya'ni o'sha oldin ish boshlashdan oldin kim nima ish qiladi, kim nimaga mas'ul, o'sha narsalarni aniq qilib olish kerak. Chunki mijoz qanaqa kutuv bilan keladi sizga, men hozir sizlarga tushuntirib beraman. Mijoz o'ylaydi, короче, hozir eng zo'r marketing komandani olib kelaman-da, istagan pulini beraman,
menga tekst beradi. Men tekstni o'sha videoga aytib beraman eplab. Shundan keyin o'sha sotuv zo'r bo'ladi, prosmotrlar zo'r bo'ladi degan kutuv bilan siz bilan shartnoma qiladi. Lekin shu yerda ko'p hamkasblarimiz bu narsani tushuntirmagani uchun LTV'si 2 oy yoki 3 oy bo'ladi. O'shuning uchun bu narsani alohida kelishib olish kerak. Men hozirgacha hamma muvaffaqiyatli proyektlarimni bitta siri bor. Nima desanglar, o'sha proyekt menga eng ko'p vaqtini sarflagan proyekt bo'ladi. Ya'ni u inson faqatgina bo'ldi, ishladim, tekst tayyormi, keyin video olaylik demaydi-da. U o'tiramiz, misol gaplashamiz. U bilan majburiyatlarga kelishib olganimizdan keyin bizda ikkita bosqich bor. Birinchisi, misol alohida ko'rishamiz. Men unga kontent ideyalar olib boraman. Kontent ideyalarini ko'radi. Noto'g'ri bo'lsa, rostini aytadi, bu narsa noto'g'ri. Chunki biz bu soha bo'yicha ekspert emasmiz. Ya'ni stomatolog olsa, siz stomatolog emassiz. Siz uning ichidagi terminlarni umuman tushunmaysiz. O'shuning uchun bu yoqdagi o'sha birinchi переговор kerak. Sizni kontentlaringiz to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib berish kerak. Ozgina o'sha payt 2 soat, 3 soat vaqt ajratadi. Qanaqadir ideyalar bo'lsa o'zi aytadi ekspert o'sha yerda. Короче, bitta mijozimiz keldi deydi. Bunaqa kasallikda, bunaqa temada deydi. O'sha yerda o'zingiz informatsiya olasiz, ideya qilasiz. O'sha yerda birgalikda yozasiz boshida baribir. O'shuning uchun mijozga o'sha kelishuvda aytish kerak. Siz majburiyatlaringiz bor. O'sha bir haftada mancha vaqt hojat berishingiz kerak. Nimaga desa, u yerda men sizlarga qanday tushuntirgan bo'lsam, shuni tushuntirishinglar kerak. Ya'ni menga qancha vaqt ko'p ajratsangiz, ideya ham kuchli bo'ladi, keyinchalik o'sha ishimiz bardavom bo'lishiga olib keladi deb to'g'ri ma'noda tushuntirish kerak. Keling endi biz mijozlarimizda shartnomada majburiyatlarni qanday kelishib olamiz, shu bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Misol uchun biz buyurtmachining majburiyatlari degan joy bor. O'sha yerda aytamiz. Birinchi majburiyat har oyning qaysidir sanasida oylik to'lovni qilish shart. Ikkinchisi, biz обязательно eslatamiz, chunki bizni chekimiz baland bo'lgani uchun ko'p mijozlarga o'sha tushunmovchilik bo'ladi. Targetga pul ajratishingiz kerak desa, voy o'zinglarni ichinglarda emasmi, o'sha mo'sumani ichida emasmi degan tushunmovchilik bo'ladi ish boshlangandan keyin. Shuning uchun ham bu narsani shartnomada qo'shib ketganmiz. Majburiyatlari o'sha bizni xizmatimizdan tashqari target budjetga alohida summa ajratish. Uchinchisi, syomka jarayoni uchun zarur sharoitlar yaratish hamda kerakli materiallar bilan ta'minlash. Bu nima desanglar, o'sha sizlarda qanaqadir ideyalar bor. Klinikada bitta patsient kerak bizga yoki bitta interfeys kerak yoki sizni qaysidir instrumentingiz kerak syomka qilib olish uchun degan narsalarni oldindan kelishib yozib olishinglar kerak va shu narsani sizlarga ta'minlab berish shartdir. Ya'ni majburiyatini kiritish kerak. Chunki biz bu sohada bo'lmaganimiz uchun o'sha stomatologga nima narsasi qayta sotilishini bilmaymiz. Bizni vaqtimiz ketadi u narsani topish uchun. Shuning uchun syomkani aynan shu chastida ekspertni majburiyati bor bizga kerakli materiallar bilan ta'minlash va o'sha narsani bizga tushuntirib berish. To'rtinchisi, ish jarayoniga noqonuniy yoki ortiqcha aralashmaslik. Ya'ni ba'zi hollarda shuni bo'lib qoladi. Biz boramiz, o'zimiz narsa olamiz, umuman o'zgartiraveradi. Misol, yo bunaqa qilsa yaxshi bo'lardi, yo bunaqa qilsa yaxshi bo'lardi. Unaqa qilaylik, mana bular bunaqa qilyapti-yu, sizga boshqa temani ko'rsatib, bular shunaqa qilishyapti deb umuman temani o'zgartiraveradi. O'shuning uchun shunaqa shartnomaga ham majburiyat qo'shib qo'yish kerak. O'shuning uchun ham o'zi aslida kontentni chastini birinchi uchrashib gaplashib olganingizda o'zi hamma narsa aniq bo'ladi. Lekin ko'p hamkasblarimiz shunday qilmagani uchun boradi syomkaga, kontenti o'sha yerda o'zgarib ketadi, umuman boshqa narsa olib keladi va oxirida o'sha natija ekspert aytadi, buni olaylik deydi. Bu marketologmi yoki o'sha qaysidir hamkasbimiz, yo'q, meni olamiz deb o'zini fikrini qo'llamasa, bo'ldi, gapi yo'q deyaveradi, oladi. Ertaga o'sha natija bo'lmaydi, yana ayb marketologda bo'ladi. O'shuning uchun bu narsani biz majburiyatlarga qo'shganmiz. Beshinchisi, ish haqida ma'lumot berish va yuborilgan videolarni vaqtida tekshirib berish. Chunki bizda shunaqa muammolar bo'ladi. Montajyor videoda tashlaydi, уже misol qo'yish kerak yoki ko'rib berish kerak, hisob-kitob qilish kerak. Hamma narsa misol deadline bo'yicha bo'layotganda, ekspert deadline'ga amal qilmaydi. Ya'ni biz tashlayotgan videolarni vaqtida ko'rib bermaslik yoki ko'rib qanaqadir kamchiligi bo'lsa, tezda bermaslik. O'sha narsalar juda uzoq cho'zilib ketgani uchun bizni o'sha proyektlarimizdagi oy yopilishlari ham cho'zilib ketadi. Shuning uchun shartnomaga bu narsani qo'shganmiz. Mana sizlarga bizni shartnomada ozgina joyini ochib berdim. Bu narsa ishlaydimi deb ikkilanayotgan bo'lsangiz, mana o'zim tirik guvohman. Shu paytgacha hamma proyektlarimiz bilan xuddi shu shartnoma bo'yicha ishlab kelamiz. Bir narsani tushunishinglar kerak, sotish qiyin emas. Xohlagan va'dangizni berib $5000 sotsa bo'ladi, undan qimmatga ham sotsa bo'ladi, ammo uni ushlab turish, pulni mijozga rozi qilib olish yoki o'sha bergan qiymatingizni jarayonda ko'rsatib bera olish eng qiyin narsa. Endi aytaylik, siz loyiha oldingiz, produktingizni o'zgartirdingiz yoki o'zi bu videoda ko'rishdan oldin men aytgandek shu xizmatni sotayotgandirsiz, lekin bitta nuqtada qotib qolgan bo'lsangiz, endi sizga ustoz kerak. Bitta ustozni ushlashingiz kerak. Agar ustoz ushlolmasangiz, endi kurs sotib olib next level qilish vaqti keldi. Shaxsan o'zim 2 yil ichida 4 ta marketing kursida o'qidim. Bu degani o'sha 1 yilda 2 marta
kurs o'qidim, har xil odamda va bu meni tezroq natijaga chiqishimga yordam berdi. Bizning sohada ustoz ushlash juda qiyin, chunki biz yo'nalishda ustoz shogird bo'lib o'rganadigan soha emas. Hozirgi holatda eng yaxshi usul kurs o'qib next level qilish. Men 5 yillik tajribamni, xatolarimni, muvaffaqiyatlarim sababini va mijozlardan qanday qilib yillab o'sha bardavom ishlab kelayotganimizni, jamoa tuzib ishlayotganlarimizni hammasini o'sha tajribamni bitta papkaga to'plab Mentorly boshladim. Mentorly nomi next level. Siz keyingi bosqichga o'tishingiz uchun bu Mentorlyni tashkil qildim. Sizlarga hozir biroz gap bilan bu Mentorly kimga to'g'ri keladi yoki to'g'ri kelmasligini tushuntirib beraman. Shaxsan o'zim o'sha kurs olishdan oldin o'qituvchilarni yoki o'sha ustozlarni filtr qilaman. Ya'ni bu inson meni B nuqtammi yoki o'sha erishmoqchi bo'lgan nuqtamga erishganmi yoki yo'qmi? O'sha narsani aniq bilib, keyin kurs sotib olaman. Unda sotib olmayman, chunki o'sha B nuqtamga erishmagan odam meni qanday qilib B nuqtamga erishtiradi? O'sha narsani bilib kurs sotib olmayman. Agar sizda quyidagi muammolar bo'lsa, bu Mentorly aynan siz uchun. Birinchisi, xizmatingizni qimmat sotib olmayotgan bo'lsangiz yoki qanday qilib xizmatni narxini ko'tarishni bilmayotgan bo'lsangiz. Ikkinchisi, xizmatingizni sotib, mijozingiz bilan maksimum 3-4 oy ishlab, keyin o'sha shartnomani tugatayotgan bo'lsangiz, chunki yaxshi LTV o'rtacha 1 yil bo'lishi kerak. Uchinchisi, hali ham hamma ishni o'zingiz qilayotgan bo'lsangiz. To'rtinchisi, kichik jamoangiz bor, ammo operatsiyadan ko'ra 80% ishni hali ham o'zingiz qilayotgan bo'lsangiz. Beshinchisi, 2026-yilda kamida 2x ga o'sishni xohlayotgan bo'lsangiz, bu narsa aynan siz uchun. Mentorly'da birinchi moduli produktni shakllantirish. Ya'ni siz hozirgi $800, $1000 sotayotgan xizmatingizni qanday qilib 1,5-2,000 ga sotsangiz bo'ladi? Uning uchun qanaqa qiymat qo'yish kerak deb bozor tahlilini ko'rib chiqib, sizga alohida produkt tuzamiz. Ikkinchisi, переговор qilish va qiymatga yarasha sotish. Ya'ni siz o'sha переговор qilganingizdan keyin siz produktingizni tuzdingiz, lekin переговорda yutib chiqib, переговорda o'sha jicha tushib bering desa, ha bo'pti mayli, o'zi $1000 edi, $500 qilib beraman deydigan bo'lsangiz, qiyin bo'lib qoladi. Kursdan keyin ham o'shuning uchun baribir переговор san'atini o'rgatiladi. Ya'ni переговорda qanday paytda risk berish kerak, qanday paytda tushib berish kerak, qanday paytda unga tushib bo'lmaydi. Biz o'sha shunaqa tushib beramiz. Misol, hech qaysi tarafdan yutkazmaymiz, lekin tushib beradigan insonga tushib beramiz. Uni ham qanday qilishni o'rgatib ketaman. Uchinchi modul, proyekt boshlagandan keyin yoki proyekt boshlashdan oldin marketing reja qanday tuziladi va uni tartibli jarayonda qanday qilish mumkin? To'rtinchisi, kontent marketing orqali sotuv qilish. Aniq raqamlarga asoslangan sotuv qanday qilinadi? Hamma narsasi o'rgatiladi. Beshinchi modulda mehmon spiker va dars bo'ladi. Oltinchisida VSAT video bilan yillik trafikni qanday qilib to'ldirsa bo'ladi. Yettinchisiga mehmon spiker keladi. Maxsus mehmon spikerlarimiz bor, juda ham bozorda top insonlar. Sakkizinchisi o'sha jamoa shakllantirish va kichkina jamoa bilan qanday qilib katta loyihalarni qilsa bo'ladi va xodimlarga qanday qilib oylik va KPIlar qo'yish bo'yicha gaplashamiz. Mentorly shu modullardan iborat. Bu mentorligimizning narxi $1000 bo'ladi. Shanba va yakshanba kunlari bir oyda 8 ta dars bo'ladi. Bu videoda ozgina kechroq qildim. Telegram kanalimda 400 ta odam bor va shu yerda o'zida 6 ta inson joyda band qildi va bizda atigi 4 tagina joy bor. Mentorligimiz 10-maydan boshlashga reja qilib turibmiz, lekin o'sha bitta narsani aytib o'tishim kerak. Biz faqatgina 10 ta inson olamiz. 10 ta inson olishimiz asosiy maqsadi tezroq natijaga olib chiqish. Ya'ni men birinchi mentorligim bo'lgani uchun bu dars faqat natijaga qaratilgan bo'ladi. Chunki birinchi mentorlikni natijasi keyingi mentorligingizga ta'sir qiladi. Shuning uchun har bittasi bilan inson bilan individual ishlab, har bittasiga fokus qila olishim uchun faqatgina 10 ta inson olyapmiz. Agar bu mentorlik sizga qiziq bo'lsa, video ostida link qoldirdim. Shu link orqali shaxsan o'zim bilan bog'lanishingiz mumkin. Men siz bilan birga zoom qilaman. Agar bu kurs sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, joylarda bemalol band qilishingiz mumkin. Video yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.